Halima Ibragimovaning eri uylanyapti. Oila ichida katta janjal. Qarindoshlar bir-biridan yuz o'girganmi? Bugun ushbu savollarga oydinlik kiritamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda tinmayotgan minglab odamlar orasida turli shubha va gumonlarga sababchi bo'layotgan bir mavzuga oydinlik kiritamiz. Ba'zan sukut saqlash vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Aynan shuning uchun ham bugun shov-shuvlar gaplarga nuqta qo'yish vaqti keldi. So'nggi kunlarda YouTube kanallarda Halima Ibragimovaning eri yangi hayot boshlamoqda. U uylanyapti, oila ichida katta janjal, mol-mulk talashilyapti. Qarindoshlar bir-biridan yuz o'girgan kabi shov-shuvli sarlavhalar ko'payib ketdi. Xo'sh, bu gaplar ortida qanchalik haqiqat bor? Yoki bularning barchasi shunchaki prosmotr yig'ish uchun o'ylab topilgan ssenariymi? Uzoq kutilgan javobni begona emas, balki vaziyatning ichida bo'lgan hamma gapdan xabardor inson marhumaning singlisi berdi. Uning aytishicha, bu oilada 4 qiz farzand voyaga yetgan, o'g'il bo'lmagani sababli o'zbekona an'analarimizga ko'ra marhuma singlisi ota uyida qolgan. Bu shunchaki tasodif emas, balki ota-ona rizoligi bilan, hatto oilaviy kelishuv bo'lgan. Shuning uchun ham barcha xotira marosimi, ehsonlar va oilaviy yig'inlar aynan shu xonadonda o'tkazilib kelinmoqda. Biz hech kimning rizqiga ko'z olaytirmaymiz, deya ta'kidladi u. Ijtimoiy ayblovlarga javob berar ekan. Shunday dedi: biz birovning uyiga borib, na birovning rizqini yeymiz va na shaxsiy hayotiga aralashamiz. Har kim o'z uyida, o'z hayoti va o'z halol mehnati bilan yashamoqda. Shu o'rinda eng ko'p muhokama qilingan kuyov mavzusiga ham to'xtalib o'tdi. Uning aytishicha, kuyov ham qo'ldan kelgancha yordamini ayamagan, ammo bu holatlarni turli mish-mishlarga aylantirish yoki uyni talon-taroj qilishdi yoki kuyovni haydashdi deb yolg'on tarqatish bu nafaqat tuhmat, balki insoniylikka ham zid. Odamlarning eng tashvishga solgan narsa bolalarning hayoti edi. Marhumaning farzandlari qayerda? Ular qarovsiz qolmadimi? Singlisi qat'iy javob berdi. Bolalar ham doim e'tiborda. Bolalar munosib tarbiya ko'rmoqda va yaqinlardan chetda emas. Buni oilani yaxshi bilgan qo'shnilar va qarindoshlar tasdiqlashi mumkin. Asossiz ma'lumot tarqatayotgan YouTube kanallar endi javob berishga to'g'ri keladi. Singlisi huquqiy chora ko'rilishini, har bir yolg'on gap uchun qonun oldida javob berilishini qat'iy bildirdi. Agar savolingiz bo'lsa, yuzma-yuz keling, men o'zim javob beraman, ammo ortimdan tuhmat toshini otmang, deya so'zida yakun yasadi marhumaning singlisi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.